Hammaga salom, hammaga yaxshi kayfiyat. Do'stlar, bugun sizlarga qimmatli vaqtlarni olmagan holatda Rossiyadan O'zbekistonga bo'lib turgan eng arzon biletlar ro'yxati bilan tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Albatta siz buning uchun birinchi bo'lib turib kommentariyaga kirib bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, sizga juda ham katta foydasi tegadi. Ya'ni qanaqangi ma'noda Telegram kanalimiz orqali faqatgina narxlar emas, balki sizga kerakli bo'lgan dokumentga aloqador ma'lumotlar, undan tashqari aeroportlarda bo'lib turgan vaziyatlar haqida to'liqroq ma'lumot berib borishga harakat qilamiz. Shuning uchun pastda silkasi bo'ladi va обязательно birinchi bo'lib turib obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar. Men esa sizlarga qimmatli vaqtlarni olmagan holatda 5 ta top yo'nalish bo'yicha O'zbekistonga hozirgi kunda bo'lib turgan eng arzon narxlar bilan tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Albatta videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'yasiz va videoni oxirigacha ko'rgan insonlarimiz uchun kitkamiz bo'ladi. Videoni oxirida ko'rsangiz aytib o'tishga harakat qilaman. Lekin kommentariyaga oxirigacha ko'rdim deb yozib qo'yishingiz обязательно kerak bo'ladi. Qanunda qimmatli vaqtlarni olmagan holatda bismillah biletlar narxini bilan tanishtirib chiqishni boshlaymiz. Xo'p, hozirgi kunda bilasizlarmi, eng arzon yo'nalishlardan biri bo'lib turgan Samarqand yo'nalishi bo'yicha bemalol sizlar 25-maydan boshlab toki 30-mayga qadar atigi biletlar narxini 8900 rubldan 10 kg ruchnoy bilan Vnukovo aeroportdan xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Albatta bularni qanday qilib xarid qilamiz deydigan savolni beradigan bo'lsanglar, bir ekranlarda nomerlarimiz turibdi. Обязательно сохранить qilib olish orqali bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Buni esa hech qanday qiyin joyi yo'q. Aynan sizga Samarqand yo'nalishi emas. Misol uchun siz hozir Moskvada emas, Peterda bo'lishingiz mumkin yoki bo'lmasa deylik Novosibirda yoki Kazanda bo'lishingiz mumkin. Albatta bizga WhatsApp va Telegram orqali nomerimizni saqlanib qolib olish orqali aloqaga chiqib biletlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi yo'nalishimizga keladigan bo'lsak, Vnukovo Toshkent yo'nalishi bo'yicha bemalol 13900 rubldan hozirgi kunda aviakompaniya O'zbekiston havo yo'llari bez bagaj variantlarini va bagajlilari 16500 ming, ya'ni 32 kg bagaj, 8 kg ruchnoy bilan biletlarni xarid qilaman degan planingiz bo'lyapti turgan bo'lsa, bemalol sizga tavsiya qilamiz havo yo'llariga olishni. Va quyidagi aviakompaniyalarga ham biletlarimiz mavjud. Jumladan Qanot Sharq, Centrum Air va O'zbekiston havo yo'llari O'zbekiston samolyotlariga biletlarni xarid qilish imkoniyatlari mavjud. Albatta bu sizlarga Toshkent yo'nalish bo'yicha hozirgi kunda bizda berilyapti turgan narxlari. Lekin juda ham arzon holatda ham bagaj bilan 23 kg bagaj, 8 kg ruchnoy bilan ham may ham iyun oyiga bilet xarid qilishni rejalashtirgan urganchlik nukusli akkalarimiz bo'ladigan bo'lsa, atiga narxlarimiz 9900 rubldan boshlanadi. Jumladan 25-may 10:40 va 30-may 10:40da uchadigan reyslarimiz Sheremetyevo aeroportidan o'zimizning O'zbekiston samolyotiga, O'zbekiston havo yo'llariga hozirda raqobatchi bo'lyapti turgan eng mashhur kompaniyalardan bittasi Centrum Airga biletlari mavjud. 1 va 6-iyunga to'xtaladigan bo'lsak, atiga 10900 rubldan hozirgi kunda sotuvda bemalol biletlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Mana endi men sizlarga hozirda Kazanda ishlayapti turgan akkalarimiz bo'lganini hisobidan bizni kuzatadiganlar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ying. Sizga keyingi videolarimizda qayerlarga yana bitta biletlar narxlarini o'qib beraylik. Kazan Toshkent yo'nalishi bo'yicha bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. 25-may 12000 ming va 4-8-iyun 11,5 ming rubldan 23 kg bagaj, 7 kg ruchnoy bilan yana o'sha O'zbekiston samolyoti Centrum Air aviakompaniyalariga biletlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Nega bu videoda faqatgina O'zbekiston samolyotlariga biletlarni o'qiyapsan degan savolni beradigan bo'lsangiz, men sizga albatta javobini aytib o'taman. Shunchaki atkaz bo'lishini yoki bo'lmasam sizda qanaqangidir aviakompaniyada obslujivaniya bilan muammo bo'lishini xohlamasangiz, albatta O'zbekiston samolyotlariga biletlarni xarid qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Jumladan bitta emas, 3 ta 4 ta aviakompaniyalarimiz bor hozirgi kunda. Centrum Air, Qanot Sharq, O'zbekiston havo yo'llari, Naram Airways kabi aviakompaniyalaridan bemalol biletlarni xarid qilish imkoniyati mavjud. Xarid qilish uchun ekranlarda nomerlar turibdi. Bemalol bizga aloqaga chiqib xarid qilib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari videoni oxirigacha ko'rgan insonlarimiz uchun skitkamizni eslatib o'tamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rdim deb yozib qo'yishni esdan chiqarmaysiz. Agar siz shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, Alfa Travel va Aviakassa Vodiy Motor promo kodini eslab qolish orqali bemalol har bitta aytilyapti turgan biletlarning summasidan yana 200 rubl skidkaga ega bo'lishingiz mumkin. Promo kodni albatta videoni oxirigacha ko'rgan insonlarning o'zigina biladi xolos. Sog' bo'lib, salomat bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr va keyingi videoda sizlarga qayerlardan yana biletlarni ro'yxatini chiqarib beraylik. Shu haqida kommentariya siz uchun ochiq turibdi. Albatta o'zingiz izohingizni qoldirib qo'yishni esdan chiqarmaysiz.